6-sinf qizchani o'tgan oyda xirurglar o'ng tarafda tuxumdoni yorilib ketib, turbasi bilan qonni to'xtatish maqsadida olib tashlayapti. Organ сохраняющий operatsiya bo'lmagan. Oradan bir oy o'tib, ikkinchi tarafida katta folikularni kessa 72 mm bilan menga olib kelishyapti. Qabulimga onasi 13 yoshli qizni o'tgan oyda operatsiya yo'li bilan tuxumdoni bilan turbasini olib tashlagan. Hozir ikkinchi oyiga kelib esa, ikkinchi tarafda katta folikularni funksional kesdan bilan menga olib keldi. Bu qizni bir tarafidagi tuxumdonni nimaga saqlab qolishimiz kerak? Chunki ertaga bu turmushga chiqadi, ertaga ona bo'lish kerak. Bu folikularni kestasini biz 10 kun davomida konservativniy yo'l bilan so'riltirishga musharraf bo'ldik. Endi nimaga oxirgi paytda qizlarda kista holatlari yoki hayz siqilish asoratlari ko'payib bormoqda degan savol bo'lyapti-da. Xo'p, oldin ham bo'lgan ko'p, lekin выявляемость, aniqlanish holatlari kam bo'lgan. Hozir maktablarga tibbiy ko'riklar, UZI apparatlariga tushirishlik yoki onalarimizni tibbiy saviyasi oshib, qizlarni UZIga tushirib, kasalliklarini davolab kelishmoqda. Endi bundan tashqari, nimaga qizlarda hozir ko'p shunaqa ginekologik asoratlar bo'lyapti? Bunga sabablar ko'p. Birinchi sababi qizlarni uyqusi normal emasligi. Kechasi bilan gadjet telefonda o'ynaydi, gormonal buzilish bo'ladi. Bundan tashqari ortiqcha vazn. Mana shu gapiraveraman-da, yaqinda yana ikkita qizni olib keldi. Birinchisi 8-sinf, ikkinchisi 7-sinf. Ikkalasi, bittasi 96 kilogramm, bittasi 102 kilogramm. Insulini 45 chiqdi. Sahri norma. Чистый insulin rezistentlik qizda, ortiqcha vazn, metabolizm buzilgan, gormonallik buzilgan. U qizlarni endi hozir men vaznini tushirishga protokolni boshladim. Qizchalarimizga be'tibor bo'lmaylik. Qachonki qizlarimizda hayzi juda qattiq og'riqlik kelsa yoki ko'p hayz qon yo'qotayotgan bo'lsa, qorin sohasida kuchli og'riq bo'lsa va og'riq qoldiruvchi tabletkalarga o'tib ketmasa, bundan tashqari yana o'stir живот, o'tkir qorin belgilari paydo bo'lsa va tez semirib ketayotgan bo'lsa va tuklanishi kuchayib ketgan bo'lsa, albatta mutaxassisga uchrashni tavsiya qilamiz.